yigitlar haqida gaplashamiz. O'zi sizlarga qanaqa qizlar yoqadi bolalar? Men tushunmayman-da, nimaga bolalar bunaqa? Agar mabodo bitta qizni orqasidan bir hafta yoki 10 kun undan ko'proq yuradigan bo'lsa, u qiz tomonga tosh otadi. Nimenga o'zingni olasan? Nimenga katta ketasan? Kim bo'lib qopsan? Va oxir oqibatda qo'li yetmagan mevani chiriganga chiqarishadi. Xuddi u qizni yillar davomida tanigandek kimdir surishtirsa, darrov yomonotliq qiladi. Yokida aksincha biror bir qizga gap otsa, u qiz bola bilan bir hafta ichida gaplashib ketadigan bo'lsa, darrov shubha gumonlar. Nimasidir borki, bittada gaplashib ketdi. Men bilan shunaqa tez gaplashib ketdi. Ertaga boshqasi gapirsa ham u bilan ham shunaqa tez gaplashib ketadi. Nima qizlar uchun sizlar fikr chiqarasizlar? Bolalar, axir qizlar sizlarni miyalaring o'ylagandaqa tuppoycha fikrlamaydi. Yana meni eng ko'p kuldiradigani, bitta qiz bilan gaplashadida nechidir yil. O'sha bechora qiz nechidir yil ichida bolaga qaram bo'lib ko'chaga chiqmaydi, qarindoshining to'yiga bormaydi, undan so'rab kiyinadi, chizgan chizig'idan chiqmaydi. Oxirida taqdirlari bir bo'lmasdan ajralib ketishsa, u qiz fohishaga aylanadi. Bolani tili bilan. Vaholanki nechidir yil gaplashgan paytda "Sen meni onamga o'xshaysan" deb gapirgan o'sha bola. Kommentariyada urush tashlashingiz shart emas. Bu gaplarim ayrim qo'shtirnoq ichidagi erkaklarga tegishli. O'zi tegib ketgani kommentariyada kelib jang qiladi.